Nishalka ham ajoyib ekan-a. Propan gaz balon mana shu. Bitta propan gaz balonga bemalol 5-6 qop yopaverasizlar. Ya'ni eko tandirlarimiz Qirg'iziston qadam joydamiz. Bu yerda to'liq o'rgangandan keyin qayerga joylashtirasiz? Bozorga. Suyada holasi suv bo'ylarimiz tayyorlanyapti. Mana bu holasi boshlab oldik. Holatni ko'ryapsizlar. Bular standartga qaragandan yengil-a? Eko tandirlarimiz Qirg'iziston qadam joydamiz. Xudo xolasa hozircha xonadonda sinov o'tkazilyapti. Ya'ni mana shu yerda to'liq o'rgangandan keyin qayerga joylashtirasiz? Bozorga inshaalloh. Bozorga? Xo'p, nishalka ham ajoyib ekan-a? Bu xizmat qilganda 5 yil bo'ldi bu. 5 yil bo'ldi. Ya'ni ertaga yaxshi chiqib qolsa. Bu qizil qiyamida? Ha, bu keldi. Ha, biz bu qadam joyda. Vostok 2. Ha. Ular siz juda ko'pchilik so'rayotgan insonlar bor. Mana propan gaz balon mana shu. Bitta propan gaz balonga bemalol 5-6 qop yopaverasizlar. Ya'ni metan gazga ham ishlaydi, tabiiy gazga. Shuni tushuntirib qo'yay dedim. To'g'rimi, Muhammadxon? To'g'ri. Xohlasa qizdiryapmiz. Tayyor holat. O'zi tayyor holat keldi. Endi xamirimiz mana o'zi ikkinchisi ham bu tomonda tayyor. Aynan Mahmudjon o'zlari bu yerga kelganlari yo'q. Chunki u yoqda ham bir kishi qolish kerak edi. Shuning uchun hozircha biz o'zimiz shu yerda ishlatib berish, albatta xizmat ichida emas, u aslida oson narsa. Shunday qilib videoda ko'rsatib bersak ham u ishlatish qiyin joyi yo'q. Akalarimizga endi iltimos qilishganligi uchun kelib nima qilinglar deyishdi. Xudo xolasa kelib mana Qizilqiyada xizmatimizni ko'rsatyapmiz. Video davomida albatta ko'rsanglar, to'liq nonlari qanaqa chiqdi, qanaqa pishib chiqdi, o'zingizlar baho berasizlar albatta. Ustiga holasi suv bo'ylarimiz tayyorlanyapti. Bu yerda o'zi mana kichik bir qator holasi tayyor. Mana bu holasi boshlab oldik. Holatni ko'ryapsizlar. Bu kichkina nonlarimiz 300 grammda. 300 grammli nonimizmi? 300 grammli. Hech gap yo'q. Sonra 3 Keyin aylanib yetib kelsa, xudo xolasa kirish jarayonlari bemalol hop ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Albatta Qirg'izistonning eng tog'li joylaridamiz. Biz hozir xonadonda shu yerga o'rnatib ham mana berdik. Xudo xolasa hali qayerga joylashtirasiz keyin? Bozorga. Bozorga. Bozorga joyladim ekan. Hozir bu yerda o'zini eslab olaylik bunday yerlarda. Ana shu qirg'oq nimalarini keyin sekin moslab olasiz. Endi boshlarida 1-2 o'sha yerlarga tegib ketadi. Shunda o'tdi. Baribir hali tandirda necha yildan bir novvochilik qilasiz? 15 yildan beri. Ana 15 yildan bir tandir ichiga kirib yurgan boshqa. Endi buni ozgina havosini olasiz-da. Ozgina tushunib olganingizdan keyin bo'ldi, bu yoq ketdi. Tandirdan oson ekan-da. Ha, oson. Oz qo'lda bir. Keyin mana uydagi ayolingizga ham shuni o'rgatib qo'ysangiz, osongina yopishadi. Spetsialist bo'lish shart emas. O'zi mana padyoni berish boshlandi. Ana. Sen Nima? Nima deysiz? Qanday tandirda o'zing jetmagan joyga ham borib girib javob chiqasin-da. Ha. O'tirsa ham sal qo'l kelsin. Ha. Sal bo'lsa ham sal suri bor ekan, o'zingiz qo'ldan olgancha. Boshlanishda shunaqa bo'ladi. Ha, boshlanishda. Tegiz yerga ham. Endi hali gap bor kalim. Minilmagan otda endi sizni egarni shuna tortasizda o'zingizga moslab olasiz. Tak, deba? Ha. Короче, meni nimamda короче yurdim. Apa? Da xolasa yaxshi. Ustalik tandirga tayinaga kelib javob chiqadi. Tayinaga. Zo'r, cho'tki. Ya olmas boshlanishiga.
shabadasi bor. Shabadada usti u birinchilar qo'sh keldi. Hammasini zo'r mana shuning uchun. Xo'p, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, tayyor holatda tandirdiki bilan birga bir orqasi ham akamizga xudo xolasa ma'qul. 1-2 nima qilishingizni inshaalloh qo'lish kelib qoladi. Mana yaqinroq yopganliklar uchun ozgina shili bordi. Atak Kichkina gradiyani go'yib qo'yaman. singish kerakmi? Ozmi? Mana xudo xolasa eko tandirlarimizda chiqqan nollarimiz orqasini ko'rayotgan bo'lsanglar, tandirdiki bilan birga birmi? Qani o'zingizlar bahoni beringlar, kommentariyada bir yozib. Hammasi shu holatda mana. Hammasi shu holatda. Bemalol birinchi yopilishi, bilasizlar, birinchi tandirda baribir oz-moz xatolik bo'ladi, ikkinchisini ko'rasizlar inshaalloh. Asli bu yerda deyarli xatolik yo'q. Hamma yoq cho'tga chiqqan. Ama severim. Oltunun közü severim. Akamiz mana savatda uje nonni olib ketib yoyaptilar. Bu yerda orqasidan sirraz shunday pishganini olasiz, orqasidan yopib ketaverasiz. Shuning uchun aytaman-da, akalar, sizlarni kelinglar, zo'r cho'tki narsa chiqqanda foydalanib olinglar. Xudo xolasa 100% ish beradi. Biz buni ustida juda ham ko'p ishlaganmiz. 1 yil ishlangani. İşte bu hamma novvoylarga cho'tki bo'lishi uchun, cho'tki chiqishi uchun. Mana ko'rdinglarmi? Oldilar, sirazni yopdilar. Aka nima deysiz? O'z shaxsiy fikringiz? Yaxshi. Hamma qaraganda joygan samon bor. Texnologiya endi ko'tar. Bular standartga qaragandan yengil, ha? Joygan. Kamera bor, kela qizib qolib, qizlar qilib, büyük ketadi, narsa yo'q ekan. Unaqa narsa yo'q. Bir xilda yonadi. Gasta bo'ldi, tushib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Xudo xolasa shuni yaxshi qilib bersa, 1-2 kun ichida qo'lingiz kelib qoladi-ku, u hech nima emas. Zakasi 1000 ta 2000 talar olaverasiz, bu yerdan qassilataverasiz. Mana tagilari mana ko'rsanglar, tandirdiki bilan birga bir. Ko'rdinglarmi? Cho'tki. Bularsa ekrandagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Eka tandirlarimiz sizlarni har qanday nollaringizga cho'tki qilib chiqarib beradi.